Baş he. Ulan mı he? Her çıktı Hasan'ni, işik çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, qarg'ib oldi ko'zlari. Dadam dixon ya deriydi, men agashkuchi. Ani qarang, etizliqda ketmanning kuchi. Haga shim qo'shilsa, Haşim buludu. He aha şe işi meşim Haşim. Huğa run koşulsa hurun buludu. He uhu re uru nerun hurun. Mihqa man koşulsa mihman buludu. Me e me he meh. Me ama neman mihman. Bağa har koşulsa bahar buludu. Be aba he aha rehar bahar. Mihqa nat koşulsa mihnat buludu. Me e me he meh. Ne ana tenat mihnat. He aha se asa nesan Hasan. He ühü se asa nesan Hüsen. He aha re ara hara. Ta re te tart te iti tartti. Hasan Hüsen hara tartti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Bolalar, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Doda, nasihatingizni cho'qib esimizda saqlaymiz. Doda, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirlar. Bolalar, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga opirdigan gap. Cho'qib bo'la, aka, men bak yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu bolangizga qachon bu gapinglar? Bolalar, uyga borgandan keyin ozroq damayli bo'lib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab olinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, doda. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Dadasi uyga kirsilar, uyda mehmon bor. Har az Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku. Ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har tatib berib ketdi. Ular birdam aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Appa! Ha, appa! Harcha qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynagansın? Qo'lda o'ynayotdim. Bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam.